Inkubator Orzu, ushbu ekraningizda ko'rib turgan inkubatorimiz 108 ta bedana tuxumlariga 50 tadan oshiq tovuq tuxumlari sig'adigan inkubator Orzu. E'tibor bering, bu inkubatorimiz ixcham qilib bir xonadon uchun yoki bedanalaringiz uchun biznes qilaman desangiz ko'paytirishingiz mumkin. Masalan, bu inkubatorimiz juda ham kompaktli, chiroyli bir xonadonda tovuq yoki bedana ko'paytiraman desangiz juda ham ayni muddao bo'ladi. Shu inkubatorimiz akkumulyatorga ham ishlaydi va 220 ga ishlaydi. Svet o'chganda mana hozir ishlataman, mana ko'ryapsiz. Hozir mana ayni paytda 220 voltga ishlayapti. 220 va siz akkumulyatorga ulashingiz bilan akkumulyator sig'imini mana 12 volt ko'rsatyapti. Issiqlik W1209 termoregulyator bilan jihozlangan va 220 ni ko'rsatib turuvchi pribor ham bor uyingizda, напряжение yetkiligini ko'rsatib turadi. Aziz birodarlar, e'tibor bering. Ushbu inkubatorimiz to'liq avtomatlashgan, byudjetli, juda ham ixcham, ayni bir xonadon uchun ayni bir dog' bo'ladi. Mana hozir men sizga buni aylantirishgan. Hozir bedanalarni syomka uchun terib qo'ydik. Italiya sayroqi bedanalari mana ko'ring 108 ta shu kletkasiga. Yana mana bu yerga ham sig'dirib olsangiz, mana bunday qilib tersa bo'ladi, mana ko'ryapsiz. 108 ta bo'lsa, yerga ham 10 ta sig'adi, 118 tani bemalol o'z ichiga oladi. Mana aylantirishni ishga tushirdim. Ayni paytda mana hozir aylantirish ohista, sekin, hech qanaqangi tuxumlarga nagruska kelmasdan aylantiryapti. Ichida suv idishlari mavjud. Sizga tayyor holatda boradi. Siz suv quyasiz, tuxum terasi bo'ldi, boshqa hech nima qilasiz. Qolgan hamma vazifasini inkubator o'zi bajaradi hammasini. Yana bitta bunga qo'shimcha qilib roddon qilib chiqarib qo'ydik. Mana bu ham hozir 12 volt ko'rsatib turibdi. Ikkala inkubatorda ham bitta akkumulyatorga ulasangiz bo'laveradi. Mana ayni paytda ikkala inkubator ham bitta akkumulyatorga ulangan. Agar svet o'chsa, ikkalasi ham bitta akkumulyatordan quriladi. Albatta, bunday kichkina emas, avtomobil akkumulyatorlarini ulashni men tavsiya qilaman. Mana e'tibor bering, hozir inkubatorimizda bu tarafga kelib, to'g'ri 40-45 gradusga o'chib qoldi. Siz masalan bugun qo'ydingiz mana. Mana shunday 18 ta 20 tadan 30 tadan qo'ydingiz, 20 tadan 30 ta 15 kun bo'lgandan keyin yoki bo'lmasa mana birinchi haftada qo'ydingiz, ya'ni bir haftadan keyin bunga qo'ydingiz yoniga ajratib yoki chislo qo'yib yonma-yon qo'ydingiz. O'sha 15 kun bo'lganda bundagi birinchi qo'ygan partiyangizni roddomga olib ochirib olishingiz mumkin. Bu ochirib beruvchi, bunda aylantirish yo'q. Bu faqat ochirib beruvchi, olish qo'yish juda ham oson. Suv idishlari bor, kompaktli, juda zo'r. Agar ikkalasini jupiga olinadigan bo'lsa, albatta skidka qilib beramiz. Aziz birodarlar, buni narxi 750 ming, buni narxi alohida olinsa 600 ming so'm. Agar jupiga olinsa 1 million 200 ming, 150 ming sizda yutuq bo'ladi albatta. E'tibor bering, inkubator Orzu har qanday parranda tuxumlarini masalan ochirishingiz mumkin. Buni olib turib, mana men sizga hozir buni tekslab olamiz. Mana nimasini o'chirib, yoqdim va aylantirish boshlandi. Siz buni tekis holatga kelgandan keyin inkubatorda motorini o'chirib, buni motori ham alohida o'chadi. O'chirganingizdan keyin masalan tovuq tuxumini ochirmoqchisiz. Tovuq tuxumini ham ketma-ket qilib ochirishingiz mumkin. Albatta, mana siz mana shunday qilib 48 ta tovuq tuxumi sig'adi. Mana shu yacheykasiga 48 ta sig'adi. Agar siz buni muoboda bu albatta bizda искусственный syomka uchun tuxumlar, bular o'ziga yacheykasini olib tashlab bersangiz 45 ta bemalol ketadi. E'tibor bering. Bu tovuq tuxumlarini ham siz ketma-ket qilib ochirishingiz mumkin. Masalan, bugun 20 ta, bir haftadan keyin 20 ta, yana bir haftadan keyin 20 ta. Birinchi 18 kun bo'lganda roddomga olasiz va bundan jujani sanab olaverasiz. Ko'ryapsizmi? Sizda konveyer bo'ladi. Bu yoqdan tuxum kirib ketaveradi, bu tarafdan jujani sanab olaverasiz. Ayniqsa bozor uchun ayni muddao bo'ladi agar jujalarni, masalan, bedana, Italiya sayroqi bedanalarni tezda ko'paytirishni xohlasangiz, marhamat, mana shunday inkubatordan foydalanishingiz mumkin. Sveti mavjud. Mana hozir yana aylantirishni yoqdim, e'tibor bering. Mana shunday yopiladi va siz buni mana bu yerdan ko'tarib bemalol ekspluatatsiya qilib xohlagan joyingizga qo'ying. Besprovodnoy vlogomer qo'yilgandan keyin mana hozir asta sekinlik bilan, juda ham sekin, hech qanaqa qaltis holati yo'q aylantirmoqda. Ikkalasi ham akkumulyatorga ishlayapti aziz birodarlar. Bitta ikkita inkubatorda bitta nimaga akkumulyatorga ulab qo'yishingiz mumkin. Mana hozir men svetdan sug'uraman, e'tibor bering. Mana ikkalasini ham svetdan sug'urdim mana. Sug'urib tashladim mana ikkalasini. Ikkalasi ham akkumulyatorga ishlayapti mana. Uni motorga tushdi akkumulyator zaryadi kamligi uchun mana. Ikkalasini ham sug'uraman mana. Bittasi o'chdi va ikkinchisi ham o'chdi. Murojaat uchun albatta Telegram raqamlarini qoldiraman. Telegramdan murojaat qilishingiz mumkin.